Sodir etilgandan buyon internetda salbiy izohlar bilan tarqalib kelayotgan Farg'ona shahridagi Verona nomli kompyuter klubida sodir bo'lgan holat bo'yicha tergovda va sudda bevosita qatnashgan advokat sifatida izoh berib o'tmoqchiman. Tarqatilayotgan ma'lumotlarda ushbu shaxslarning sud hukmi bilan 5 nafari 5,5 yil, 1 nafari 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Apellyatsiya instansiyasi tomonidan sud hukmi o'zgarishsiz qoldirilgan. Aynan shu ma'lumotlar bilan 6 nafar fuqarolar ommaga jinoyatchi sifatida tanitib kelinmoqda. Aslida tergov va sudning ayblovida keltirilgan holat haqiqatdan yiroq ekanligi, ish yuqori sud tomonidan ko'rilib, hukm o'zgartirilishi mumkinligi sud majlisida ishtirok etgan barchaga ma'lum. Chunki ayblovda ko'rsatilgan jabrlanuvchining tan jarohati internetda ko'rsatilgan janjalga qadar ham mavjud bo'lgan. Buni jabrlanuvchi tergov va sud jarayonlarida ma'lum qilib, ekspertizani qaytadan o'tkazish bo'yicha iltimosnoma ham bergan. Jabrlanuvchining iltimosnomasi biror izohsiz rad qilingan. Jabrlanuvchi tan jarohatini boshqa holatda olgan bo'lishi mumkinligi ekspert va mutaxassis ko'rsatuvlari bilan ham tasdiqlangan. Suddan jabrlanuvchi bilan ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish tergov harakati o'tkazish bo'yicha shaxsan iltimosnoma kiritganman. Iltimosnomam rad qilingan. Sudyaning xolisligiga shubha uyg'onib, sudyaga nisbatan raddiya berilgan. Bu iltimosnoma ham rad qilingan. Shu tarzda sud o'tib, hukm o'qib eshittirilgan. Bundan keyin sud hukmidan norozi bo'lib, birinchi navbatda jabrlanuvchi va keyin boshqalar tomonidan apellyatsiya shikoyati berildi. Apellyatsiya sudda ham xuddi o'sha ssenariy bo'lib o'tib, hukm o'zgarishsiz qoldi. Sudlanuvchilar bir guruh bo'lgan holda og'ir tan jarohati yetkazish bo'yicha ayblangan jinoyat ishida tan jarohati yetkazish mexanizmi va uni usuli aniqlanmagan. Shu bilan bir qatorda sud plenum qarori bo'yicha og'ir tan jarohati yetkazilayotganda boshqa ishtirokchilar jabrlanuvchini qarshiligini bostirganligi isbot qilinmagan. Yuqori sud tomonidan bu ma'lumotlar tekshirilsa, sud hukmi o'zgarib, ayrim sudlanuvchilar, ayniqsa meni himoyamda bo'lgan Mamajonov oqlanishi ham mumkin. Internetda asl holatning faqatgina ommaning e'tiborini jalb qilishi mumkin bo'lgan, shov-shuvga sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar tarqatilgan xolos. Yuqori sud tomonidan qonun barcha teng qo'llanilishi ta'minlab berilsa, sudlanuvchilarni Jinoyat kodeksi 104-moddasi bilan ayblab bo'lmasligini bir nechta tergov harakatlari o'tkazish yo'li bilan isbotlab berishimiz mumkin.